eksklyuziv gibrid O'zbekistonda bitta dona hisoblanadi. Xo'p, O'zbekiston bozoriga kirib kelgan yangi modellardan bittasi o'rtoqlar BYD Line 6 eksklyuziv gibrid O'zbekistonda bitta dona hisoblanadi. Xo'p, bunda 18 kW batareyka BYD ni Blade yangicha texnologiyada batareyka turibdi. Xo'p, undan tashqari eshitgan bo'lsanglar, BYD Champion o'z zavoddan chiqish to'xtadi. Uning o'rniga BYD Line 6 chiqyapti. Undan po gabaritam ancha kattaroq va texnologichniroq hisoblanadi. Xo'p, O'zbekistonda bitta deganim bu gibrid varianti 130 km elektr zapas qo'ydi, qolganini benzinda общий 1200 km masofani bosib o'tishga yordam beradi. Xo'p, ichidagi navrotlarga keladigan bo'lsak, xo'p, ko'rishinglar mumkin, kojinniy salon bejiy rangda. Head-up displeylari, холодильник, mikrovolnovkalari bor, monitor, 360 kamerasi, adaptivniy cruise control. Undan tashqari ichki sideniyamizda abdufabogrif va abogrif ruli ham bor ekan. Akustikasi dinamik audio hisoblanar ekan. Bilsanglar, bu yaxshi akustikalardan bittasi hisoblanadi. Xo'p, orqadan ko'rinishlarni ko'rsataman. Orqalarini ko'rishingiz mumkin, ichlari ancha keng, Championdan gabaritlari kattaroq buni. Xo'p, orqadagi ko'rinishlarni ko'rsanglar bo'ladi. Qiziq bo'lsa, akalar pastdagi nomerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, nalichda bitta dona O'zbekiston bo'yicha bitta dona Line gibrid varianti atiga 34500 qilib beramiz, polik zaryadchiklari bilan birga. Kelasizlar, bir kunda nomerlarga rasmiylashtirib beramiz.